Hop, mana 300 kilovatlik katta yo'limizni olib kelib o'rnatdi. 64 yillik teplitsamizga. Xohlasa yonish holatlar. Uchinchi yazim mana shu. Sekin ochamiz. Bo'ladi. Ochorga qo'yib. Kichkina eshikchasi shu garelkani bemalol o'tin tashlab ilashtirgan. Yo'limiz boshqacha variantda bo'lgan. Ikkinchisi yonish holatlari mana garelkamiz. Ichida ko'mir. Tarigini ham oching. Eshikchasi sekin ochsangiz bo'ladi albatta. Bulla boryapti. Bo'ldi. Teplitsamiz. Hop, gradusimiz oz yoqqanimizga deta o'rtacha bir yarim soatdan o'tdi. 12 gradus olib chiqdi. Yonish holatlari. İşlashi bo'lsa. Hozir ichkarilardan olib kirib ko'rsataman. Teplitsamiz ichlari. Xolos ichiga ketdik mana. Hozir boramiz. O'rtada stop beramiz. Kat yo'limizni Xudo xolasa Farg'ona Kirgili zavod orqasiga olib kelib o'rnatganmiz. Kimga shunaqa aqlli ekonomni effektivni zo'r kat yo'llar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Yana dash ketadi. Hozir ichkarini ko'ramiz. Ichkarilar, hop mana turmushning variantda bo'lgan montajlari bo'ldi. Xudo xolasa bu taraflari. Hop, ichkari solik temperaturamiz 15 gradus bo'libdi, Xudo xolasa. Teplitsamiz kattalik. Ikki kat yo'l ham bu tarafga qo'yilgan, bu boshiga. Ikkita podacha obratkalar ketgan, bu tarafga borib, bittasi bu tarafda istadi, ikkinchisi bu tarafda istadi kat yo'limiz.